Assalomu alaykum do'stlar. Keyingi paytlarda bemorlarimiz ko'proq dori-darmonlarsiz davolanish yo'llari haqida so'rab qolishadi. Ulardan biri 5000 yillik tarixga ega ignoterapiya bilan davolash hisoblanadi. Ignoterapiya bilan davolashda organizmda 700 dan ortiq biologik faol nuqtalar bor. Bu biologik faol nuqtalar organizmning barcha organlari bilan tutashgan holda chambarchas bog'liq hisoblanadi. Birinchidan, organizmning funksional kasalliklari, bu bosh og'riqlari, uyqusizlik, har xil asabiy, ruhiy holatdagi o'zgarishlarda yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchidan, organizmdagi har xil organik o'zgarish bo'lgan kasalliklar, insult asoratlari, girija disk churalarida yaxshi natija beradi. O'zining birlamchi va undan keyin etadigan doimiy ta'sirlari natijasida u ko'plab kasalliklarda qo'llaniladi. Eng muhimi, bu kasalliklarning tubi bilan ta'sir qiladigan darajada yaxshi samara beradigan muolaja hisoblanadi. O'zingizga g'amxo'rlik qiling, sog'lig'ingiz uchun bee'tibor bo'lmang. Rahmat.